Yaqinlaringizga quvonch va shodlik ulashuvchi go'zal va betakror ovoz sohibasi Sevara Ziyo bilan tabriklar vaqti. Nahomisiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Konsta adashmasam mehmonxonasida ishlaysiz, a? Ha, konstda. Va alaykum assalom. Sog'liqlaringiz yaxshimi? Salomatmisiz? Sizga biroz gapim bor-da, misolcha siz ayolsiz-da. Ayol kishi tushunadi, to'g'rimi? 2 daqiqalik vaqtingizni olaman. Men Rahimberdi Tog'ayevda ayollari bo'laman. Tanidingiz-a meni? Rahimberdi degan tog'am yo'q ekan. Yo'q, sizni tog'angiz bor demayapman. Turmush o'rtog'im men ismlari. Endi kattaroq joyda ishlaydilar, rahbariyatlar. Endi tez mehmonxonangizga qatnayotganlarida qulog'imga chalinib qoldi-da. O'zlari kelib ketyaptimi shunda yo birorta do'stlari bilan kelib ketyaptilarmi? Tushunmayapman. Kim? Voy, men aytdim-ku. Turmush o'rtog'imni so'rayotgandim. Zarinadan so'rang, Zarina biladilar, dedilar, ma'lumotlarga ham egalar dedilar-da. Hozir boshqa Zarinaga qilyapsiz. Shu Konesta gostinitsasida ishlaysiz, to'g'rimi? Qaysi gostinitsa? Qaysi gostinitsa dedingiz? Konesta deb aytdilar. Xuddi shundaymi? Konestada ishlaysizmi? Ha, ko'rsizda ishlayman, lekin men siz aytgan odamni men tanimaymanmi? Meni o'zimni ham taniyapsizmi, Zarinaxon? Ovozim ham tanishmasmi? Axir ko'p gaplashganmiz. Raqamimni almashtirgandim, shu uchun tanimayapsiz. Tanishtiraymi o'zimni? Tanishtirib o'taymi o'zimni? Ha, tanishtiring. Bu qarsaklar sizga, Zarinaxon. Bu qarsaklar sizga, yana bir qarsaklar sizga. Boshlovchi Sevara Ziyo bo'laman va tug'ilgan kunlar bilan sizni tabriklayman. O'tgan safar kimnidir tushiruvdik, yaxshilab eshitmagansiz shekilli, a? Ishxonangizda. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Omonmisiz? Chiroyli kulasiz-da, biroz kuldiraylik dedik sizni. Ham hayajonga solaylik, ham kuldiraylik dedik. Bugun mana shu rahbariyatingiz tomonidan. Ya qoyil, lekin asablaringizga qoyil, juda xushmuomala bilan gaplashdingiz. Qoyil, lekin agar boshqa inson bo'lganda birdan baqirib tashlardim, men ikkilandim ham. Qattiqroq gapirasiz degan. Har qanday vaziyatga tayyor edim va planlar bilan sizga qo'ng'iroq qilayotgandim va juda ham chiroyli o'tib oldingiz bu suhbatdan. Umringiz uzoq bo'lsin. Tug'ilgan kunlaringiz bilan tabriklayman. Muborak Qurbon hayit ayyomi muborak bo'lsin. Xonadonlaringizda fayz, baraka, qut baraka hech qachon ko'tarilmasin va demak, Konsta jamoasi mana shu yerda ishlaydigan barcha xodimlar nomidan sizni tabriklab, eng yaxshi niyatlarni yo'llab qo'yishmoqda men orqali. Va biroz bu qizimiz o'zi shu shodon, ko'rinishdan og'ir, bosiq, vazmin, lekin o'ta mehribon, hammani dardiga, hammani qaysidir bir ma'noda quvonchiga sherik bo'lib yuradigan jamoaning eng faol a'zolaridan biri Zarinaxon bilan hamkasb ekanligimizdan faxrlanamiz deya mana shu gostinitsa xodimlarini hammalari tabriklab o'tmoqdalar. Rahmat. Sizga anaqami kim berdi? Sizga kim aytdi bu ma'lumotlarni? Mana shu yerdagi siz bilan ishlaydigan hamkasblaringizni hammalari. Tilaklari va chiroyli nomalari bor. Keling, ana shu nomalarni, tilaklarni o'qib, ko'nglingizni ko'tarsak, nima deysiz? Bo'ladimi? Juda ham yaxshi. Demak, o'qib beraman. Assalomu alaykum, men uchun qadr aziz bo'lgan, qadrli va hurmatli jamoadoshim, hamkasbim Zarinaxon. Avvalambor mana shunday muborak kunlar bilan sizni chin qalbimdan muborakbod etib tabriklab qolar ekanman. Avvalambor yaqinlarni va jamoani baxtiga doimo sog' bo'ling. Aslida bir og'iz shirin tabassumingizni eshitish va esdalik bo'lish uchun harakat qildik. Xafa bo'lmang, chunki juda ham ajoyib qizsiz. Eng yaxshi niyatlarni bugun siz uchun tilab qolar ekanmiz. 2 dunyo saodatini ko'ring. Niyatlar va tilaklarga yetib, har bir o'tayotgan kuningiz shukrona shukuhi ostida o'taversin. Siz bilan faxrlanaman.
Hamma jamoamiz siz bilan faxrlanadi. Yillar davomida yelkama-yelka bizga ham suhbat, ham do'st bo'lib kelganingiz, qo'llab-quvvatlaganingiz uchun barchasi uchun sizga rahmat aytaman. Doim baxtimizga sog' va omon bo'ling kabi so'zlarni yo'llab qo'ymoqdalar. Rahmat. Juda ham yaxshi. Ich-ichingizdan to'lqinlanib, hozir kimnidir urishmoqchisiz, lekin kimligini bilmayapsiz. Aha. Juda ham yaxshi. Aytar so'zlaringiz. Necha yildan beri ishlaysiz mana shu jamoada o'zi? Hali 1 yil bo'lmadi bu, endi bo'ladi. Qoyil. Ha, mana shu yil bo'lmasi turib, qaysi bir ma'noda insonning xarakteri, mana shu joyga o'rin egallashi, mana o'rningiz bor ekan alohida. Chiroyli nomalar bilan sizni qutlashyapti va yillar davomida ishlash nasib qilsin. Rahmat. Xo'p, salomat bo'ling, kattakon rahmat. Ayyomlar bilan chin qalbdan tabriklayman sizni. O'zingizni ehtiyot qiling, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xo'p, omon bo'ling, xo'p.